terini bitishida onkologiya kasalligidami terida har xil diabetes holatlarmi, ugri toshadimi, dog'lar tushadimi, oq dog' bo'ladimi, psoriaz, vitiligo, dermatit, allergiya, ugrivoy sep, ana undan og'ir holatlari уже teri raki. Haqiqiy terini yemirilishi, teri oqishi onkologiya diagnozi. Shu diagnozda biz buni o't qopi yuvamiz. Nima uchun o't qopi yuviladi? Yaxshilab e'tibor bilan eshitamiz. Terini bitib ketishi uchun, teri regeneratsiya bo'lishi uchun kerakli mikroelementlar teriga yetib bormasa ekan, teri hech qachon bitib ketmaydi. Yana qaytaraman, psoriaz, vitiligo, dermatit, allergiya, vaskulit, nima kasal bo'lmasin, teri psoriazi bo'ladimi, teri raka bo'ladimi, o't qop ishlamaguncha, kerakli mikroelementlarni berib tanaga so'rilib ketmagunicha teri bitmaydi. Hech qanaqa kimyoda ham bitib ketmaydi. Shu sababdan biz mana ichkaridan tozalab olib boramiz. O't qopni juda ham mukammalligi, bu o't qop muolajasini qilishimiz, bu mukammal olib borishimiz kerak. Eng avvalambor o't qop dimlanishi, jigar dimlanishi yo'llarini zagibni ochib olganimizdan keyin, ana undan keyin D vitamin beramiz, kalsiy beramiz, sink beramiz, yana boshqa mikroelementlarni beramiz. Tanaga so'rilish jarayoni ketadi. Tana oziqlangandan keyin bitishni boshlaydi. Avvalambor tozalov, ana undan keyin tiklash, ana undan keyin oziqlantirish etapini o'tamiz. Ana o'shanda davolanish mukammal bo'ladi. 1000 ta dori ichamizmi? Borib onkologiyada 10 talab kimyo olamizmi? Hech qanaqa natija bo'lmaydi. Faqat minus bo'lsa bo'ladiki, mijoz kasal bemor og'irlashadiki, immunitet tushib ketadi, foyda bo'lmaydi. Faqat ming afsuski, hozirgi kunda vrachlar esdan chiqarib qo'yapti. Yangi maktab vrachlari bu narsani, metodikani bilmaydi ham. Faqatgina insoniyatga zarar keltiradi. Kimyo qilishdan oldin juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Hozir patsientimizni, amakimizni обработка holatida terini o'zini yarani qanaqa holatligini ko'rsatamiz. Lekin hozir men sizga aytmoqchi bo'lganim, mana o't qoplari bugun mana 3-kun, yaqinroqga. Mana qara qanchalik o't quyilib ketganligini. Mana shu zahar butun terini tagiga tiqilib yotadi. Mana hozir ketyapti oq. Yana bitta unaqa holat, ko'zda zreniyaning tushib ketishi. Bir yoq ko'zlariga o'sha govhar qo'yilgan, ikkinchi ko'zlari xira ko'radi. Nimani hisobiga? Mana o't qopda tiqilib turgan zahar birinchi navbatda ko'z nuriga ta'sir qiladi. Parda hosil qildiradi. O't qopda bilamiz, A vitamin, E vitamin, yaxshi yog'lar eriydi. Ko'zimizga A vitamin yetishmaganda katarakta bo'ladi, boshqa kasalliklar bo'ladi. Qandli diabet bo'ladimi, teri kasalligi bo'ladimi, nevrologiya bo'ladimi, ko'z kasalligi bo'ladimi, ana yana boshqa yana suyak yemirilishi. D vitaminni, kalsiyni qoplab ichganinglar bilan so'rilmaydi. O't qop dimlanib yotgan joyda hech qanaqa vitamin so'rilmaydi. Mana shu eng bir muhim nuqtalardan bittasi davolanishi. Nima uchun mana bu yerda ko'zimni problema bilan keldim, nimaga o't qop yuvilyapti, nimaga men boshqa muammo bilan keldim, nega o't qop yuvilayotgan savollarga o't qop organizmni 99% tanadagi jarayonni boshqaradigan organ hisoblanadi. O't qopinglarni oldirishga shoshmanglar. O't qopda tosh desa ham shoshib qolmanglar. Yana bitta aytadigan narsamiz, onkologiyaga borganda nur desa, kimyo desa yoki operatsiya desa hech qachon shoshib qolmanglar. Hamma narsani tiklasa bo'ladi. Mana hozir makimda teri onkologiyasi 3-staji qanchalik o'zlarini yaxshi his qilayotganlarini o'zlari keyin yana o'zliklarda aytib o'tadilar. Rahmat.